Yigitlar eshitib olinglar. Ukalarim eshitib olinglar. Agar shu 3 tani bittasiga to'g'ri kelgan bo'lsangiz, bugun ota-onangizni oyoq qo'lini o'pib tavba qilib kechirim so'rang. Allohning va'dasi 1-2 bo'lmaydi. Hayotda cho'ntagingizda pul turmaydi. Hayotda yaxshi uy qura olmaysiz, hayotda yaxshi mashina mina olmaysiz. Javob beraman sizlarga. O'rtog'inglar to'y qilsa 100 so'm to'yona bera olmaysiz. Hech kim oldida qadringiz bo'lmaydi. Hech kimni oldida qadringiz bo'lmaydi. Javob mana shu gapga. Bu Allohning va'dasi, birodarlar. Mana shu 3 ta insonni biri bo'lib turib, kelajakdan umid qilmang. Faqat xorlik kutyapti. O'limizga tashna qiladi. O'limizga rozi qiladi bu farzandlar ertaga. Shuning uchun tavba qilingda, bugun otangizni xafa qilgan bo'lsangiz, kecha dovushingizni otangizdan balandroq tovushda gapirgan bo'lsangiz, gapirganda og'ziga urgan bo'lsangiz, tavba qiling bugun. Sizga imkoniyat. Xudo kechirsin. Tavbamizni qabul qilsin. Agar yo'q, ketdingizmi? Ketdingiz siz ham.